Sirdishish bir xil dil huzuri. U kishi qalbida yozdagi mayin shamol, qishdagi o't yolqindek tuyg'u shakllantirdi. Chunki sirdishish orqali ko'nglimiz taskin topadi, g'ubarsizlanadi ham ruhimiz ko'tarildi. Sirdishish qalb aynigimizning bir qatimliq uzil-kesil yuvilishi. Buningdan ayonki, samimiy sirdishish ruhiyatimizga tasalli va rag'bat bo'ladi. Qani do'stim, sirdishish so'rinimizga keling. Tun TV programmasi. Yaxshimsizlar, tordagi Tun TV'larining qadrli anglovchilari. Har kundagi Tun TV'lari programmasi orqali sizlar bilan qalbdosh bo'lganimdan to'liq xursandman. Men sizlarning sirdosh, mongdosh do'stinglar Sanobar Turg'un. Qinondaqda bugungi masala so'rg'ichimizning qoldirgan savoliga bir quloq solaylik. Bir qatnashchimiz mundaq deb uchur qoldiribdi. Yaxshimisiz muallim, men o'zim to'g'risida maslahat so'rmoqchi edim. Men bu yil 25 yoshga kirdim. Loyiqim bilan tanishqili 6 oy bo'ldi. To'y qilayli deydi, ammo men sal ikkilanib qoldim. Uni shaxsiyatchidek his qilaman. Ba'zi vaqtlarda biror ishlarni bilmasga silib olgandekla, qasdan shunday qilgandek bilinadi. Sizni yaxshi ko'raman deydi-yu, yana harakatlari o'zini o'ylayotgandek, shaxsiyatchidek his qildirib qo'ydi. Iqtisodga kelganda shundaqroq maqsadlarni ifodalab qo'ydi. Maqsadim uning pulini xashlash emas, lekin turmush qurimiz davatgandan keyin mushundaq bo'lib qolarmi, iqtisodga hadidan ziyoda ching bo'ldimi, yoki iqtisod nisbatan intayin shaxsiyatchimidu deb ansirab qolaman. Mushu vaqtgacha uningga o'zim yoqtirilgan biror narsani olg'izib boqmabdiman. Hadislar qandoq bo'la, qandoq o'ylab qola, qandoq inkosda bo'la, meni pulga amroq deb qolarmi deganlarni o'ylab qoladi ekanman. Uni zodila tushunamay qoldim. To'y qilib keyin pushaymon qilib qilishdan qo'rqaman. Zodi qanday qilishni bilmadim. Atrofimga qarsam, do'stlarimning o'g'il do'sti bu balaning aksichilar. Shunga qanday muomalada bo'lishni bilmadim. Mushuning nisbatan bir maslahat bergan bo'lsangiz, deb qoldiribdi. Yaxshimisiz, qanday ahvolingiz? Gap so'zlaringizga qaraganda, texi hech qancha tushuncha hosil qilolmabsizlar yigitingiz bilan. 6 oy bir o'ylasangiz nihoyat uzun, bir o'ylasangiz intayin qisqa. Albatta bir odamni tushunish uchun 6 oy emas, ba'zida 6 yil, 60 yilmi yetmay qoladi. Ammo yetmadi deb faqatli tushunmagan asosda to'y qilsangizmi to'g'ri bo'lmaydi. Ba'zi bir qonga singib ketgan mijoz xuluqlar bor. Hech bo'lmasa mushuninga nisbatan sizda ozroq bo'lsa-mu bir tushuncha bo'lish kerak. Ham shuningga qarda ideyada tayyorlik bo'lish kerak. Hamma odamning ortiqchiligi bo'ladi, kamchiligi bo'ladi. Bo'lib siz to'y qilmoqchi bo'lgan odamning ortiqchiligi nima? Sizni zo'qlantira oladimi? Kamchiligini-chi siz qabul qila olamsiz deganlarni o'ylashib turib to'y qilishingiz kerak. Ko'pincha vaqtlarda yeniklik bilan qilingan to'y pushaymon qildirib qo'ydi. Menimcha sizning gap so'zlaringizga qaraganda bir-biringlardan alohida ehtiyot qildikansizlar. Bir-biringlarning amarba yaxshi tarafini ko'rsatdikansizlar. Tabiiy o'zinglarning asli holatini hech qaysinglar namoyon qilib boqmabsizlar. U sizga nisbatan shunchalik sirliq yoki tushuniksiz bo'lganidek, sizmi uningga nisbatan intayin sirliq ham tushuniksizkensiz. U nima deb qala, qandoq deb qala, xato tushunib qolarmi, mundaq deb qolarmi, mushundaq dakki-dukki bilan muomala qilsangiz, har bir eg'iz so'zingizni shu dakki-dukki ichida desangiz, keyin qanday qilasiz? To'ydan burungi mushundaq qilib eng chiroyli xayollaringizni ko'rsatib to'yni qilasiz. To'ydan keyin bir umr mushu holatda o'tib ketishga sizning psixikalik tayyorligingiz bormi? Mushuni o'ylashib ko'ring. Sizmi ham shu u yigitning do'stlari qarab, do'stlar bilan bo'lgan muomalasiga tutgan pozitsiyasiga qarab, inkosiga qarab, ota-onasining tegitakdan surishtirib, oilasiga qarab, har bir ish harakatiga qarabmi ancha-muncha his qila olasiz. Meningcha sizlarning to'y qilishga tayyorliginglar bitmabdi. Meningcha yaxshi ko'ziting. O'zingizni haddidan ziyoda yushirib ketmang. Asli o'zingizni ifodalang. Asli xarakteringizni ifodalang. Deydigan gap o'z to'liq dang. Arni uchuq paranglashing.
Agar kelishmaydigan yer bo'lsanglar, qabul qilmaydigan yer bo'lsanglar, yerlar bo'lsa, to'ydan burunla bu masala hal bo'lish kerak. Hal bo'lib to'y qilish kerak. Agar hal bo'lanmagadek ishlar bo'lsa, to'xtab qolsanglar, sizlarga yana fursat bor. Agar undaq bo'lmay, kelishib qolsanglar, bu texi yaxshi ta'liyanglar. Ammo hech nimani uqmaylam, ko'zingizni yumib to'y qilib, to'ydan keyin qoqsangiz, u joyda bu savallik o'zingizda bo'ladi. Chunki hech kim sizni bo'yningizdan so'rab, aparib to'y xit aldırmaydı. Endi iqtisodga nisbatan aytganda, hamma odam ko'z bilan ko'rgangil ishinib ketmaslik kerak. Ba'zi odamlar qarmoqi intayin iqtisodchil ko'rinadi. Sizga nayt pixsiq ta'sir berdi. Chunki muhabbatlashayotgan vaqtda qizlarning hammasi nayta shu keng kushada xashlaydigan, qo'li vakshi uchuq, alamsiz, yemsiz, kiyimsiz deb turadigan pul degan suda xashlaydigan yigitlarni bekli yaxshi ko'rdi. Undaq bo'lsa daqiqaga balkim ba'zilari haqiqatan xarakteri shunda qo'li uchuqdi. Ammo ba'zilari balkim keltirib olish uchun shunda qiladigandu. Ba'zan o'g'illar kichigidan jabot tatib cho'ng bo'lgan bo'lsa, nayt amaliyotchan keladi. Turmushda ortiq ziyoda pullarni xashlashni xohlamaydi. Chunki ular burnining uchini emas, jiroqni ko'rdi. Ammo xashlaydigan yerda cho'qim loyiqida xashlaydi. Ammo asosan isrof qilmaydi. Ammo bundaq erlar bo'lsa, turmushga nayt pishiq keladi, menimcha o'y tutishga bo'ladi. Keyingi turmushingizni kapolatga ega qila oladi. Chunki bu undaq yenik emas mijozi bundaq erlarning. Bir qadar mas'uliyatchan yiroqni ko'zlaydigan keladi. Endi buni pixsiqmi yoki emasmi aralashish jarayonida, kuzatish jarayonida anadiki his qila olasiz. Siz o'zingizni bu qadar yoshirib turib, o'zingizning o'y xiyolingizni, xarakteringizni yoshirib turib, uningki hech qanday narsani topolmaysiz. Oldirib qarshi tarafni sinayma deb o'tirg'i chiqib olmang. Chunki ba'zida sinash usulingiz to'g'ri bo'lmay qolsa, dal aksicha uning siniqida o'tmay qolasiz. Uning nazaridan tushib ketib qolasiz. Shunga sinoqning o'rniga samimiylik bilan o'zingizni ochiq oshkora namoyon qiling. Ham qarshi tarafning samimiylik bilan muomala qilishini iltimos qilsangiz bo'ladi. Ham yana birsi qayta eskartadiganim, yaxshi surishtiring, tek-tektini, atrofidagi do'stlarga ko'proq diqqat qiling, yaxshi kuzating, aralish jarayonida gap so'zlarga, xarakteriga, psixikasiga bakarak diqqat qilsangiz bo'ladi. Muhimi, sizlarning o'rtaq fikringlar, o'rtaq dunyo qarashinglar bo'lishida, hissiyotinglarning bir-biringlarga nisbatan bo'lgan hissiyotinglarning bir cho'nqur, ham samimiy, ham aniq bo'lishida mushu masalalarga alohida diqqat qiling. Ham tayyorligingiz bitganda anodikin to'y qiling. Yeniklik bilan bu qadamni besib, keyin pushaymon qilib qolmang. Bulamdi, pul demasa ishlaringiz o'ngishli bo'lsin, baxtli bo'ling. Tün Twitch'leri programması. Yana bir qatnaşqıcımız mundaq deb uçur qaldırıbdı. Yaxshimsiz muallim. Men bu yil 36 yaşga kirdim. Men nayt kichikli to'y qilgan. Şoňa yo'ldoshimni bekli yaxshi ko'ratdim. Bizning qizlarimiz bor. Shuncha yillar jarayonida muqim uyimiz bo'lmagan edi. Endi mana o'zimizga tava haqiqiy uyim bor bo'ldi. Ammo bu chog'da turmushimga tas ketdi. Yo'ldoshim bir ayol bilan aralashib qilib, bu ishlarga 1 yil bo'lay dedi. Bularning munosabati bag'an siri avjilib, chekdan oshqiladi. Tetiqsiz paranglari hem değişken gapları sebeplik munosabatimiz bag'an siri shiriklashib keldi. Cho'ng qizim 10 necha yoshga kirib bo'ldi. Kichik qizim 4 yoshda edi. Qizlar cho'ng bo'lib qolganda atrofdagi do'stlari va savodoshlari orqali dadasining ishlarini bilib qolg'achqa uyganishiga ta'sir ko'rsatib, kayfiyati turoqsizlashdi. Erim balalarini o'ylab o'zini tortib qola deb ko'p tirishchanlik ko'rsatgan edim. Afsus, erim bek o'zgarib ketyotdi. U o'zini tortmadi yoki u ayol tortmadi. Oxiri men u ayolning qishiga chiroyli paranglashib baqqili izlab bordim. U ayol meni va bolalarimni taniydigan mendan kichikroq ayol edi. Endi aloqamni o'ziman men xato qilibman deb menga va'da va qasamlarni berib, bir parcha va'da nomimni yozib berdi.
Mənmə işinib, bopdala bir fürsət berəy. Sırtı qızlarım anlap qalsa yaxşı bolmaydı. Meningmi qızım çoğ boluvatıdı, deb ah ko'ngillik qilib qaytib kelgan edim. Ammo u ayol yo'ldoshimga kelganimni aytib, chiqib qo'yibdi. Shuning bilan yo'ldoshim meni qattiq urib ketdi. Bundaq va'danomadan 2 qitim yezib berganmi bo'ldi. Nədikini? Meni mang'uz etibli yo'ldoshimga yana gap to'shib, meni izlab keldi, andaq qildi, mundaq dedi, deb chiqishtirib, yo'ldoshim bilan ikkimizning orasiga yana ziddiyatni silib ulg'aytibdi. Yo'ldoshimmi uning gapini birinchi o'rinda ko'rib, meni faqatli ko'zga ilmagandek berib nima qilatding? Sen uningga yetamding, deb qattiq azor berdi. Hatto borgan siri menga bo'lgan muomalasi texmi nacharlashib ketdi. Ko'z oldimda paranglashadigan bo'lib, meni texmi azoblab nachar muomalada qildigan bo'lib ketdi. Meni bekli depsanda qilatdi. Hadisini urdigan bo'lib oldi. Uydan qo'g'laydigan opangniki ketgan bo'lmasa gap chiqarib seni qo'yib etaman deydi degandek chekdan oshgan so'zlar bilan haqoratladi. Men qizlarim imtihon berib olsin, yolg'iz qiynalib, ko'mir islari elib qolmasin deb mas'uliyatchanlik qilib chidab turib edim. Uyimiz chatrak etiz beshiga selingan bo'lg'achqa qo'shni qo'limmi oz edi. Bir kuni u meni aldab, mashinaga selib etiz beshiga odam yo'q yo'lga opirib, o'ltirib etaman deb orqa bo'ynimga orqan selib qiynab baqdi. Telefonimni qandoq isbotlaring bor edi, u ya bu yerlarga mangdigan deb o'stanga tashlavatdi. Men yalvarib yig'lab, aran niyatidan yondirib uyga kelib oldim. Әтсі тәвәлік район сақчыға мәлім қығылып бардым. Ularmı bu jarayonda ailemizga jidal majralarni to'la ayirib nasihat qilib g'ardi bo'lg'ay, sotqa ariz sunib o'zimni qonun orqali qo'g'dishimni aytdi. Men sotqa ariz sundim. Aslida siyosatimizning yaxshi ekanligini, nurg'un yaxshi siyosatlarning yo'lga qo'yilganligini bilmabdiman emasmi? Meni zo'ravonlikqa uchirgan deb bir qator isbotlarim bilan menga sotdan haqsiz advokat taklif qilib berdi. Bu jarayonda yana qizlarimdan ansirab qoldim. Shu chet yerda qizlarimdan ansirab, yanada chidab chondurmay turaverdim. Biroq u meni davomli qo'g'lab, ketkizolmay urib qimig'ini qamidi. Hech kim ko'rmaydigan u yerda o'lib qolmay deb o'zimni qo'g'dash maqsadida qonun organlarining maslahati bo'yicha tilkamera o'rnatqizib qo'ydim va xotirjam bolalarimning qo'rsqiga ishlab yuraverdim. Bir kuni u meni yanilib bek urib ketdi. Saqchi yo'ldoshlar kelib yana omon qoldim. Oxir opam kelib kichik qizim bilan meni elib ketdi. U o'ydagi tilkamerani tepib olib, saqlanmalarni yuyib etibdi. Men yanila bir qism joylardagi ko'k izlarni sotqa topshirib berib, onamning uyida orom elayotdim. Endi bo'lganda qizimni elib olaman deb orqamdan izlab qo'g'lab yuriydi. Men o bexatar joyni tepib, orom qilib qoldim. Lekin yana davomliq har minut, har sekund uning tetiqsiz, axloqsiz paranglari quloq tuvimdan ketmaydi. Cho'ng qizim dadisining qishida turib chunki ular o'qiyotdi. Men yushirin berib ko'rib kelyapman. Bu ish mening yuragimni zarda qilib bo'ldi. Shu topda qo'rqinish ichida o'tyapman. Men oilamning bundoq vayron bo'lib ketishini o'ylabmi boqmabdi ekanman. Hatto qizlarimni qayta ajrashib ketding opa deb yig'lab ketgan vaqtlarim bor. Men faqat chidig'idek holim qolmaganda oxiri sot orqali ajrashni talab qilib sotning chaqirishini kutib o'ltiribdiman. Cho'ng qizim bir qancha oydan keyin oliy maktabga imtihon berdi. Mening bolalarimni u axloqsiz o'zini bilmaydigan dadisiga qo'yg'im yo'q. Hech qaysi bolamni uningga bergim yo'q. Ularni o'zim boqsamkan deyman. Yeshim zodili qurmaydi. Uyimdagilarga yeshimning birsini ko'rsatsam, birsini ko'rsatmay chidab dardimni ichimga yutib, saqlab o'ltiribdiman. Sot ichilg'icha mushu uyda o'zimni qo'g'dab tishimga tishlab o'ltiryapman. Izdayotdi. Ham telefon qilyotdi. Faqatla olmadim. Ovozini anglag'im yo'q. Meni izchil izdayotdi. Men bu uya-buyalarga mukib yuribdiman. Agar tepibli olsa, qizimni tatib akitishidan, meningdan julib ep ketishidan qo'rqaman. U aniqli bir amal bilan balamni ep qochadi. Chunki u balamning mening ojizligim ekanligini biladi. Balam amdili 4 yoshga kirgan tursa,
Çoğuğu çoğ bir işlarni biladi, ama 4 yaşga kirgan qiz nimani biladi? Onun faqatli chidamayman, ham ansirayman. Burun haqiqatan bakli xo'rlangan edim. Mana endi bo'lgansiri bu ikkisining qiliqlari, chekdan oshgan haqoratlari, erimning tayoqlari meni bo'lgansiri kuchlantirdi bo'g'ay. Ham hozir qonunmi menga ishonch ato qildi. Ilgari tayoq yegan bo'lsam-mu, ammo isbot bo'lmag'achqa o'zimni qo'g'dashga amalsiz qilib bu qitim qonun organlarining taklifi bilan kuzatuvchi o'rnatgan edim. Ammo u buni tepib olib, unimi yo'q qildi. Mushuningdan bak xo'sh bo'lib ketdimiki, kimni ko'rsa o'zini oqlab, ayol bo'lgan odam uyga kuzatuvchi o'rnatib qo'yibdi. Mushundaqmi odam bo'lamdi deb meni tillab o'zini oqlab yurgidek. Bumu o'zimni qo'g'dash uchun emasmi? Mushu qilganlarim to'g'rimidi, xatomidi deb ba'zida yana qo'rqib jiddiylashib qolaman. Muallim, men 3-shaxsga bakla nafratlandim. Haqiqatan nafratlandim. Azobimni yuragim ko'tarolmadi. Ozroq bo'lsa-mu yengillab qolarman deb bu dardimni mushu yerda aytib qoldim. Ham tasalli izlamoqchi bo'ldim deb qoldiribdi. Tün Twitch'leri programması. Yaxshimisiz qiyrinchim, qanday ahvolingiz? Qoldirgan so'zlaringizni o'qidik. Haqiqatan yuragim nihoyat og'ridi. O'qish jarayonida bir qancha qitim uxsangan vaqtlarim bo'ldi. Ko'p xo'rliqqa uchrabsiz, ham ko'p jafo tortibsiz. Mundaqcha aytganda siz masalalarni hal qilishning yo'lini tepib bo'psiz. Intayin yaxshi yo'lni tepibsiz. Qonun dal mushundaq ojizlarni qo'g'dash uchun o'zini bak bilanmay qolganlarni ancha-muncha silkib o'zining ho'shini tepib olishiga yordam qilish uchun tuzilgan. Konularda sodda bo'ling, ammo nodon bo'lmang deydigan gap bor. Ayol bo'lgankanmiz, farzandlarimizni yaxshi beqib tarbiyalash, o'z axloqiy fazilatimizni saqlash, muhabbatimizga, turmushimizga sadoqatman bo'lish, yo'ldoshimizni, erimizni hurmat qilish bizning burchimiz va majburiyatimiz. Ammo turmushga, er-xotin o'tirsidagi muhabbatga, oilaga sadoqatsizlik qilgan bundaq odamlar tufayli qattiq xo'rlanish to'g'ri emas. Undaq haqqi yo'q, ham sizningmi undaq burchingiz, majburiyatingiz yo'q. Ham hech qandaq bir insonning yana bir insonga jismoniy jihatdan bundaq xo'rliqqa uchirtish, ham azoblash huquqi yo'q. Bu ham qonunda belgilangan. Yolg'iz axloqqa zid bo'lmasdan bu qonunga xilof qilmish. Mundaqcha aytganda u odam emaskan. Yolg'iz ayolini emas, qizlarining oldidami? Men ayolim bo'lmasa, ayolim o'lib ketsa, qizlarim qanday qiladi deyishni bilmagan. Balalarimi bir yoqqa qarib qo'ygan. Bundaq odamni adam demaymiz. Hayvonmi demaymiz? Hayvon desakmi, hayvonga yuz kelamaydigan ish bo'ladi. Chunki hayvon balasini qo'g'dashni biladi, oilasini qo'g'dashni biladi. Agar bir narsaga o'xshatib sifatlash kerak bo'lsa, maxluq deyish kerak. Chunki mening bundaq til bilan, bundaq so'z bilan sifatlashimdagi sabab bir onaningla emas, dadiningmi ojizligi farzand degan. Qarindoshlar, amaliyotda his qilsanglar bo'ladi, xeli odamning oldida egilmagan bosh, tug'ilib toki mangu cho'ng bo'lguncha egilishni xohlamagan bosh bola uchun egiladi. Farzand uchun egiladi. Demak, insonning eng zo'r ojizligi farzanddir. Har qanday ishda shaxsiyatchi bo'la olasiz. Ammo bola oldida shaxsiyatsizsiz. Mana bu ota-ona bo'lguchi. Haqiqiy ota-ona bo'lguchi. Mas'uliyatchan ota-ona bo'lguchining ishi. Bolalar uchun qurbon beralaydi. Demak, bu yo'ldashingizning bir dada bo'lishga salohiyati yo'q.
Qızınızı sizning ojizliginiz deb qizingiz orqali, bola orqali sizdan kontrol qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, bu nima degulik endi? Balkim ko'rgan bo'lsam, xili gapni davatkim ba, endi bu so'rinda ba'zi gaplarni deyishga bo'lmaydi ekan. Lekin bir otaning qildigan ishi emas. O'zining pushti, o'zining bolasini ayolining ojizligi deb qarab, mening ojizligim, mening birdan-bir ojizligim, texi qiz dadining eng zo'r ojizligi, ham eng zo'r baxti, go'hiri qo'g'dash kerak. Undaq demasdan balki boladan foydalanma degan dadini nima deyish kerak? Eng yaxshi jazolash usuli yana shu qonun. Qonun noyta haq bilan adil hal qilib berdi. Advokatingizdan yaxshi foydalaning. Advokatingiz bilan yaxshi paranglashing, jiqaroq maslahat eling. Qonuniy yo'lni shular noyta yaxshi ko'rsatib berdi. O'zingizni qo'g'dashni o'rgatib qo'ydi. Ham advokatingizga bolani beqish huquqini siz talab qildiganligingizni ayting. Meningcha bu xil dadining bola beqish huquqi yo'q. Hozir yangi chiqqan qonun bo'yicha aytgandimi, bundaq yo'ldan chiqqan erning bir narsa talab qilish yoki oldingizga o'tib olish hech qanday salohiyati yo'q. Yana kelib sizga intayin zo'r haqorat, xo'rliqlarni ishlatgan bundaq erning hech qanday salohiyati yo'q. Ham siz qonun orqali bevosita ruhiy to'lam talab qilsangiz bo'ladi. Balangizning beqish huquqini ham ruhiy to'lam talab qilsangiz bo'ladi. Shu xil usulda hargiz keyningizga qaytmang. Chunki bu sizni o'ltirish niyatiga kelgan odam bo'lsa, mundaqcha aytganda qonuniy jihatdan bu maqsadi ishga oshmagan bir jinoyat bu. Shunga cho'qim o'zingizni yaxshi qo'g'dang. Agar sud ochilg'ichi bo'lgan orliqda davomliq shundaq ahvollar yuz bersa, siz suddan bevosita cheklash buyrug'i tushirishni talab qilsangiz bo'ladi. Siz va bolalaringizga shu xotirjamlik bermayotganligi, tahdid silayotganligi to'g'risida yana suddan yordam talab qilsangiz, soqchilardan yordam talab qilsangiz bo'ladi. Agar telefon qilib mushtaq qilayotgan, sizni qiynayotgan ahvollarga isbot bo'lsalar, soqchilar sizni qo'g'daydi. Qonun sizni qo'g'daydi. Biz ham siz tarafda turamiz. Mayli qanday qilib ish bo'lishidan qat'iy nazar, siz bolalaringizga lozim. Dada mas'uliyatsiz dad ekan, o'zingiz deb o'tiribsiz, bolalarni uning quliga qo'yishdan ansiraydiganligingizni. Demak, bolalar uchun siz birdan-bir yo'lanchik, ham ruhiy to'rik bo'lib hisoblanasiz. Shunga cho'qim o'zingizni yaxshi qo'g'dang, g'ayratli bo'ling, chidamliq bo'ling. Sizning ham bolalaringizning kelgusi intayin parlaq. Shunga qat'iy bo'shashmasdan, qonunga ishinib, chidamchanlik bilan, g'ayrat bilan bu o'tkaldan o'tib ketding. Balkim buningdan keyingi turmushingiz texmi xo'shal, baxtlik ham xotirjam o'tishi mumkin. Bu mening hayotimdagi bir og'ir sinoq deb qarang. Bo'lamdi? Har vaqt biz bilan aloqalashib, mungdasangiz, sirdasangiz bo'ladi. Har vaqt, har minut sizni qarshi olamiz. Ham sizga yordam qilamiz. Bo'ladi, ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Baxtli bo'ling. Qadirli do'stlar, donolar mundaq degan ekan. Sodda bo'ling, nodon bo'lmang. Botir bo'ling, talvi bo'lmang. Qat'iy bo'ling, jahil bo'lmang. Jonliq bo'ling, shalloq bo'lmang. Bugungi tun tvişlarining mazmuni mushu yerda oxirlashdi. Atadagi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar.